65 yoshli bemor qabziyat shikoyati bilan ko'rigimga keldi. 65 yoshda bo'lgandan keyin ich qotishi bo'ladi deb turib, ich yumshatuvchi dorilar yozib berishim mumkin edi. Lekin men bemorga kolonoskopiya tekshiruvini yozib berdim va kolonoskopiya tekshiruvida orqa peshobdan kirib ichakda videoga olganimizda bemorda to'g'ri ichak xavfli onkologik o'simtasi aniqlandi. Bundan biopsiya olib turib onkologiyaga jo'natganimizda adenokarsinoma tashxisi tasdiqlandi. Hozir men chiqqan operatsion blokda Turkiyadan tashrif buyurgan professor Cüneyt Kayalp hamda o'zimizda klinika mutaxassislari birgalikda murakkab laparoskopik operatsiyani o'tkazishyapti. Operatsiya qilinishiga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalardan biri bu o'simta to'g'ri ichakni 50% prosvetini, ya'ni yo'lini berkitib qo'yganligi. Qo'shimcha tekshiruvlar albatta o'tkazdik. Qorin bo'shlig'i, ko'krak qafasi, MCT tekshiruvi barchasida yaqin atrofdagi organlarga metastaz, ya'ni tomir o'tib ketmagan. Shu sababli to'g'ri operatsiya oldik. Operatsiyadan keyin bemor holatini o'zlari ham ko'rishlari mumkin.